Assalomu alaykum, yaxshimisizlar qarindoshlar? Men Nurmat doktor. Mana endi boğuqingiz 9 oyga qadam qo'yishga boshladi. Qani emsa men bilan birga 9 oylik boğuqlarda qandaq o'zgarishlar bo'lganligini, nimalarga diqqat qilishimiz lozimligini, doktorlar nima tavsiya qilganligini ko'rib boqaylik. 9 oylik boğuqlarning bosh aylanmasi 42,5 santimetrdan 47,5 santimetr atrofida bo'ldi. Bo'y uzunligi 67,5 santimetrdan 76,5 santimetr atrofida bo'ldi. Badan og'irligi bo'lsa 7 kilogrammdan 11 kilogramm atrofida bo'lishi mumkin. 9 oylik buvoq sal qattiqroq tomoqlarga o'tishga boshlaydi va buning bilan birga ona sutini va suyuq tomoqlarni davom qilsangiz bo'ldi. Bu ayki buvoqlar kunda toplam 14 soat atrofida, kechasi 12 soat, kunduzi 200 soat atrofida uxlashi mumkin. 9 oylik buvoq bir nuqtaga, nishonga maqsadga o'mlab bora oladi. Ovoz kelgan tarafga osonla o'rlalaydi. Texmi uzoqdagi ovoz va yo cho'ngroq jismni toniy oladi. Boshqalarning yordamsiz o'yinchoqlariga berib tutib o'ynay oladi. Xushallik, qo'rqish, beorom bo'lishlarni chiroy ifodasi yoki kulish, yig'lash, vaqirash, yuzini purishtirish orqali ifodalaydi. Ba'zi buvoqlar bir narsani tutib turib beqishga tirishadi. To'pni uning ostіңiz u tutib sizga qarshi atalaydi. 9 oylik buvoqqa va ota-onalarga tavsiyalarimiz. Birinchi, bu oyda vaksinasi bo'lmasligi mumkin. Shunda bo'lsin bosh aylanmasi, og'irligi, bo'y uzunligini o'lchab xotir qoldiring. Buni har oyda davatimi. İkinci, bu ayda boğaqni ballar bölümüne ilib berib, qan tekshirib, qandagi tümür, senik, D vitamini, B12 vitaminlarini, qan azlıq ahvoli bar yo'qligini tekshirib beqishingni tavsiya qilaman. Üçüncü, boğaqning mo'l rangarang ozuqlanishi, yetarli su va sut to'liqlishi, kecha va tushlik uyqusining to'liq ham rahat bo'lishiga kafolat bering. To'rtinchi, boğaqni ko'proq o'ynatib bering, quchoqlab bering, harakat qildirib bering. Boğaq xushal bo'lib tursa, badani yaxshi salomat cho'ng bo'ladi. 5. Başqa buvoqlar bar aileler bilan bardi keldi qilib, buvoqingizning boshqa buvoqlar bilan sosial munosabatni boshlating. Buvoq bolalar har doim o'zi bilan o'xshab ketadigan yoshliklarga diqqatini berdi. 6. Buvoqlarning oldida amal bir var qilmang. Boshqalarga ochiqlanmang. Chunki sizning bu passiv pozitsiyangiz buvoqning kayfiyatiga ta'sir etadi. Ish mijoz qilib qo'ydi va yoki atrofga hujum qilib qo'ydi. 7. Vitaminlarni davomli to'liqlab bering. Oftobga sunib berishga diqqat qiling. 8. Uyda buvaqa mos keladigan qizitma o'lchigich, qizitma tushirish dorisi, probiotik, zukam dorilari qatorlarni zapas tursin. 9. 5 minut vaqt chiqarib, oldingi oylarda tilga ilingan tavsiyalardan cho'qim ko'rib chiqing. Oldingi oylarda nihoyat ko'p foydali tavsiyalarni ham bahrilandik. Tangning to'lisi bu oyga mos keldi. Qonimizda 12 oy va undan cho'ng bo'lgan buvoq bolalarning har qaysi yosh davrida badanda ko'rilgan o'zgarishlarni va tavsiyalarni qisqa, ixcham meg'izli qilib ratlab chiqdik. Agar yuqorida deyilgan o'zgarishlarning yarimiga yaqini ko'rilmasa yoki benormallik ko'rilsa, oila doktoringiz va ya bolalar doktori bilan vaqtida ko'rishib yiqishingizni tavsiya qilaman. Bunun sirt doktorlar tur bekitimizda ana yezig'imizda Uyg'ur tilida tayyorlangan bovoq bolalarning badan yetilish jadvali va boshqa yaxshi foydali mazmunlarni topa olasiz. Jiddiylashmang, siz cho'qim yaxshi ota-ona bo'la olasiz. Bovoqingizning salomat cho'ng bo'lishiga tilakdoshman. Bu filmni foydali his qilsangiz, qonimizga mushtari bo'ling va qonimizni atrofingizga do'stlaringizga tarqatib qo'ying.